Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti don sifat tahlil laboratoriyasidamiz. Laboratoriyamizning asosiy vazifasi bugungi kunda bizga ma'lumki, seleksioner olimlarimiz tomonidan yaratilgan hamda yaratilayotgan namunalari keng maydonlarga ekilib, yuqori hosildorlikka erishish bilan birgalikda asosiy kamchiligimiz bu donni sifat tahlili, ya'ni donning sifati talab darajasida emasligi va bugungi kunda aholining non talabiga bo'lgan ehtiyojini to'laqonli qondira olmayotganimizdadir. Bunda bizda seleksioner olimlarimiz hamda tayanch doktoranturada tahsil olayotgan va o'z tadqiqotlarini olib borayotgan ilmiy xodimlarimiz tadqiqot natijalarini tahlil qilish uchun yangitdan o'rganilayotgan nav va namunalarni sifat tahlilini o'rganish uchun ushbu laboratoriyada o'z faoliyatlarini olib boradi. Ya'ni bu laboratoriyada donning sifatini tahlil qilishimiz uchun uning tarkibidagi oqsil miqdori, shishasimonligi, klikovina miqdori hamda idika ko'rsatkichlari tahlil qilinib, eng yaxshi deb topilgan nav va namunalarimizdan nonning sifat tahlili o'rganiladi. Ya'ni nonni baholash tizimi o'rganiladi. Bunda asosan nonni shishib chiqishi, uning g'avakligi, zichligi, uzunligi, balandligi tahlil qilinib, donning sifat darajasiga baho beriladi va eng yaxshi deb topilgan nav va namunalarimiz Davlat nav sinov komissiyasiga topshiriladi.